Bugun sizlar bilan birgalikda Tigo It Pro'ga qancha boshlang'ich to'lov bilan foizsiz rassrochkaga olib ketsangiz bo'ladi. Bu haqida batafsil ma'lumotlarni berib boraman. Videoga like bosib, oxirigacha ko'rishni maslahat bergan bo'lar edim. Bu Tigo It Pro avtomobilini 344 million 900 ming so'mlik, ya'ni premium pozitsiyasi hisoblanadi. Motori 1.5 turbo dvigatel, 147 ta ot kuchi bo'ladi, 4 ta porshili. Kuzov qalinligi 0.8 zanglamaydigan metal bilan jihozlangan. Avtomobilning narxi aytib o'tganda 344 million 900 ming so'm, tan narxidan 86 million so'm to'lov bilan 3 yilga o'zini narxini bo'lib to'lashga bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Endi mobilograf ukomiz bilan bag'dan yursalar, men salon qismlarini ham bitta ko'rsatib bergan bo'lar edim sizlarga. Ko'rishingiz mumkin, salonda beskuluchovoy доступ eshiklari, salon qismi polniy ekoko'ja bilan jihozlangan, splashno ketgan monitor, o'rindiqlari ham ekoko'ja bilan jihozlangan. Istadi rol, istadi labovoylar, bakovoylar hammasi istadi va bu mashinada havo tozalaydigan funksiyalari ham mavjud. Barda xolodilnik, skoroslari joystik bo'ladi, 360 gradusli kamera, xullas hamma funksiya bilan jihozlangan. Bu mashinada hamma funksiyalari mavjud. Komforti keladigan bo'lsa, yolvoration deydi-yu. Mana shunday bagaj hajmi 400 litrdan oshiq. Bemalol jihozlaringizni sig'dirsangiz bo'ladi. Orqa o'rindiqlari ham anchagina keng. Masla salafani bilan olib ketaman deganlar uchun bemalol kelaverasizlar avtosalonimizda. Yangi 0 probeg nomingizga foizsiz rassrochka qilib chiqarib beramiz. Agar siz tan narxidan 40% to'lov qiladigan bo'lsangiz, okay, 5 yilga o'zini narxini bo'lib to'lashga chiqarib beraman. Oylik to'lovlari ham ko'p chiqmaydi. 70%, 60% to'lov qilib emas, boshqa salonlarda xuddi shunaqa qilib 5 yilga rassrochka qilib chiqarib berishadi. Lekin bizda esa tan narxini 40% to'lov qilsangiz, 5 yilga o'zini narxini bo'lib to'lashga Tigo It Pro mashinasini sotib olsangiz bo'ladi. Bu mashinaga qiziqqan bo'lsangiz, kommentariyada 7 so'zini yozib qoldiring. Sotuvchilarimiz o'zlari siz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotlarni tashlab berishadi. Manzilimiz Namangan shahar Do'stlik bozor, Promzona yo'lida joylashganmiz. Pastda raqamlarni ham qoldiraman, telefon qiling, qiynalmasdan topib kelasiz, lokatsiyani ham tashlab berishadi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, like bosib ketishlik sizdan chiqmasin.